Yozda saratoni yo'q, qishda chillasida ham oyog'im sovqotardi. O'rab yotaman, adyollarga o'rab olaman, hamma kulsa ham. Bir kuni shunday uyg'onsam, qo'lim og'rig'iga chidab bo'lmaydi. Yo'q qo'lim, uyib misoli yo'qdek bo'lib qolibdi. Oyog'imdagi sovqotish juda ham kuchli, ajoyib. Yuvalishga chiqish uchun narvonlarga chiqishga ham nihoyatda qiynalib qoldim. Assalomu alaykum. Men Elchiyeva Shoyista, Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida yashayman. Bir necha yillardan beri mana shu qo'limda, oyog'imda og'riqlar va uyushlar bo'ladi. Yozda saratoni yo'q, qishda chillasida ham oyog'im sovqotardi. O'rab yotaman, adyollarga o'rab olaman, hamma kulsa ham. Juda ham qiynalardim. Bir kuni shunday uyg'onsam, qo'lim og'rig'iga chidab bo'lmaydi. Yo'q qo'lim, uyib misoli yo'qdek bo'lib qolibdi. Bir qancha lecheniyalar oldim. Doktorlarga bordim. Menda qon aylanish yaxshi basligini aytishdi va lecheniyalar oldim. Tugagandan keyin yana baribir og'riqlar bo'lib, yana shu sovqotishlar bo'lardi. Oyog'imdagi sovqotish juda ham kuchli, ajoyib. Bellarimda og'riq, harakatga qiynalardim. Bellarimda og'riq, qo'llar, harakatga qiynalardim. Uyishlarda, yurishlarga bir ish qilay desam, og'riq kuchli bo'lardi. Uy ishlariga ham yaramay qoldim. O'zim ham qiynaldim. Yotish turishga ham qiynalib qoldim. Uy ishlarini hamma mana shu valishimizdagi uzumlarga, hamma yo'qlarga o'zim qarardim. Qarashga kuchim yetmay qoldi, chunki oyoq qo'lim uzatib, og'riqlarga chidolmay qoldim. Yuvalishga chiqish uchun narvonlarga chiqishga ham nihoyatda qiynalib qoldim. Bir kuni YouTube tomosha qilyap turganimda Doktor Ali mahsulotlarining reklamalarini ko'rib qoldim. Men bu reklamani barchalarini ko'rib, meni kasalliklarimga ham davo bormikan deb axtarib va ularga qo'ng'iroq qildim. Malakali mutaxassislar Doktor Ali choyi Sustavniy doktor mahsulotlarini tavsiya qilishdi. Men bu mahsulotlarni ichishni boshladim. Sustavniy doktor mahsulotlaridan men juda ham yaxshi natijalarga erishdim. Belimdagi og'riqlar, qo'limdagi og'riqlar yo'qoldi. Oyog'imda uyushlar ham yo'qoldi. Ayniqsa sovqotishi birinchi o'rinda, oyog'im juda ham sovqotardi. Bular yo'qolib bordi. Gaplarga ham mazza qilib borib kelyapman. Borib o'tira olmasdim. Oyoqlarim uyib qolganidan uzatib shunday o'tirardim. Endi Sustavniy doktor mahsulotlari juda ham yaxshi ekan. Men bundan albatta shifo topdim. Belimda og'rig'i, qo'l uyushlari, oyoq uyushlarim yo'qolib bordi. Narvonlarga chiqib, hamma ishlarni ham qilishni boshladim, uy ishlarini ham. Bu mahsulotlarni ko'pchilik ishonmaydi. Buni iste'mol qilib ko'rsangiz, albatta natijalarni yaxshi sezib bilasiz ekan. Men mana yaxshi bildim. Qo'llarim yaxshi, ishlarga yaxshi qilyapman, yuriyapman uy ishlarida. Hammasi yaxshi. Doktor Ali choylari ham juda ham menga ma'qul keldi. Asablarimni tinchlantirib, uyqular juda ham yaxshi. Hammasi joyiga tushib boryapti. Sizlarga ham men mana shu choylardan, Sustavniy doktoridan olib, mana shu mahsulotlardan iste'mol qilishlaringni tavsiya etaman.